Assalomu alaykum. Davom etamiz. Xo'p, endi sizlar bilan tahliliy chachishtirishni ko'rib chiqamiz. Tahliliy chachishtirish. Tahliliy chachishtirish nima? Chachishtirish nima maqsadda o'tkaziladi? Bizda ikki xil o'simlik bor. Ya'ni ma'lum bir maydonda, mana bu maydonda deylik. Maydonimiz qiyshiq bo'lib qoldi. Ma'lum maydonda o'simliklar bor. Qanaqa o'simliklar bu desa, bu o'simliklar xo'p qizil gulli, mana qizil gulli o'simliklar populyatsiyasi bor. Mana bu yerda ham qizil gulli o'simliklar populyatsiyasi bor. Aytaylik, bu no'xat o'simligi bo'lsin. Xo'p, no'xat o'simligi populyatsiyasi bu birinchi, bu ikkinchi populyatsiya. Xo'p, bu o'simliklarni biz bilamiz. Dominant A qizil rangni ifodalaydi. Resessiv A esa oq rangni ifodalaydi. Endi bo'lishi mumkin mana bu yer dominant gamma zigota, mana bu esa heterozigota. Yoki aksi, bu heterozigota, bu esa resessiv dominant gamma zigota. Demak, men bilmayman bu qanaqa-yu, bu qanaqa. Demak, men uning uchun bilishim uchun, ya'ni buni fenotipi aniq, lekin genotipini bilmayman. Gamma zigotami, heterozigotami? Xuddi shuni bilishim uchun menga tahliliy chachishtirish kerak bo'ladi. Ya'ni 3-maydondagi o'simliklar deylik. Mana bu maydonda boshqa bir o'simliklar bor. Endi oq bilan belgilasam ko'rinmaydi, shuning uchun sariq bilan belgilayapman. Tasavvur qilamiz, bu gulli o'simliklar oq gulli. Ya'ni ularning genotipi resessiv gamma zigota, fenotipi esa oq. Xo'p, bu o'simliklarda ikkala tomon bilan ham chachishtirib ko'raman. Ya'ni bu tomon bilan ham bu tomon bilan ham chachishtirib ko'raman. Va chachishtirish natijasida hosil bo'lgan organizmlarni, misol uchun mana shunday qilib chiziqcha qilib qo'yaman-da, chachishtirdik. Mana bu. Xo'p, mana bunday qilib chiziqcha qilib qo'yaman-da, chachishtirdik bu bilan. Demak, bu birinchi, bu ikkinchi chachishtirish. Xo'p. Demak, tahliliy chachishtirishning birinchi qoidasi har doim bitta genotip aniq, ya'ni resessiv gamma zigota har doim aniq bo'ladi. Bitta genotip aniq. Xo'p, chachishtirish natijasida hosil bo'lgan avlodlarni mana bu yerga ekdim men. Mana bu yerga ekdim mana. Ana endi to'g'ri bo'lyapti endi. Xo'p, ikki xil maydonga ekdim. Ekishim natijasida mana bu yerda qizil gulli o'simliklar ham olindi mana. Qizil gulli o'simliklar olindi. Chiqqan avlodni yana bir ekib tajriba qilib ko'rilyapti-da. Va qizil gulli o'simliklar olindi. Va ularning ichida oq gulli o'simliklar ham ahyon-ahyonda paydo bo'lib qoldi. Oq gulli o'simliklar mana. Endi keyingi tajribadagi o'simliklarda esa
faqat qizil gulli o'simliklar olingan. Mana. Faqat qizil gulli o'simliklar olingan. Demak, bundan xulosaga kelamizki, birinchi chachishtirishda qatnashgan qizil gulli o'simliklar, ya'ni mana bu joydagi birinchi chachishtirishda qatnashgan o'simliklar genotipi heterozigot ekanligi, mana buni genotipi esa gamozigot ekanligi ma'lum bo'ldi. Chunki mana bu chachishtirish bo'ladigan bo'lsa, heterozigota genotipli qizil va oq gulli o'simliklar paydo bo'lib qoladi. Mana bunda esa faqat heterozigota qizil gulli o'simliklar hosil bo'ladi. Demak, tahliliy chachishtirishdan maqsad o'rganilayotgan organizmda, ya'ni tahlil qilinuvchini, qaytaraman, tahlil qilinuvchini qanday genotipli ekanligini, demak, yozib qo'yaman aka, tahlil qilinuvchi dominant gamozigotami yoki heterozigotami, shuni aniqlash maqsadida o'tkaziladi tahliliy chachishtirishdan maqsad shu. Ya'ni buni ajratib oldikda biz hozir mana gamozigotami yoki demak bu gamozigot heterozigot ekan, bu esa dominant gamozigot. Demak, tahlil qilinuvchini o'rganamiz. Bizda har doim aniq bo'ladigani tahlil qiluvchi. Demak, tahlil qiluvchi har doim resessiv gamozigotal organizm bo'ladi. Tahlil qilinuvchi esa shuni bilamiz biz endi. Tahlil qilinuvchi nimaligini shu yerdan bilsak bo'ladi. Nisbat, u sodda qilib aytganda, agar nisbat kuzatilsa, nisbat degani mana bu yerda nisbat kuzatildi, ya'ni fenotipik nisbat ham, genotipik nisbat ham kuzatildi. 1 genotipik nisbat ham kuzatildi. 1. Agar nisbat kuzatilmasa, ya'ni 0, ya'ni buni nisbati yo'q deb solishtirgan. Shuning uchun faqat bir xil organizmda hosil bo'lsa, u dominant gamozigotali. Agar ham qizil ham oq chiqib qolsa, endi bunda heterozigotali ota-onaligini bilishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, tahliliy chachishtirishda eng muhim tomoni shundan iborat edi. Endi yana bitta narsa, tahliliy chachishtirishda hali diydraga to'g'ri o'tganimiz yo'q, bir yo'la aytib o'tib ketaman. Misol uchun, mana bu organizm ustidan tahliliy chachishtirish o'tkazildi desa, bu aniq resessiyalar bo'ladi. Agar mana bu genotip berib qo'yib, misol uchunda shu genotipni berib qo'yib, buni ustidan tahliliy chachishtirish o'tkazildi desa, demak u ikkitalik, xuddi shuni resessiv gamozigotasi bo'ladi. Agar 3 talik genni berib qo'yib, men faqat heterozigota yozyapman, boshqacha bo'lishi ham mumkin. Shuni ustidan tahliliy chachishtirish o'tkazildi desa ham, shuni 3 taligi bo'ladi, mana resessiv. Demak, har doim shunday chachishtirish tahliliy chachishtirish yoki Beck-Ross chachishtirish. Shuning uchun ba'zi nimalarda FB qilib qo'yadi. Beck-Ross degani shu. Ya'ni tahliliy chachishtirish yoki Beck-Ross chachishtirish hisoblanadi. Xo'p, bunda oldindan nisbatni aytib berish mumkin. Ya'ni fenotip nisbatda ham genotip nisbat. Qanaqa bo'ladi desa, shu yerda fenotip nisbat xuddi gametalar topish formulasiga o'xshab 2 ning ikkinchisi. Ya'ni ikkita heterozigota. Bu degani 4 degan. Bu qanaqa nisbat bo'ladi desa, fenotipik nisbat 4 degani 4 ta 1 nisbatda chiqadi degani, mana shunday bo'ladi. Agar mana bunda bo'ladigan bo'lsa, 2 ning 3 ta heterozigota bo'lgan, 3-chi, 2 ning 3-chi bu 8. Xo'p, 8 bo'ladigan bo'lsa, fenotipik genotipik nisbatlar 8 ta 1 degani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Har doim xuddi shunaqa chiqadi. Demak, oldindan nisbatni ham aniqlab olishimiz mumkin bo'ladi. Demak, ikkita narsa bo'ldi. Ham genotip aniq bo'lar ekan oldindan, ham nisbat aniq bo'lar ekan.